Internetda avtomobillarning 50 yillik bo'yicha ko'p videolar chiqyapti. Shuni aniq bilib fuqarolarimizga yetkazishimiz kerak. Joriy yilning 20-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligi sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 11-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda ko'pgina o'zgarishlar mavjud bo'lib, ularning asosiysi va ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama bo'layotgan foydalanishi to'xtatilgan transport vositalari to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz. Unga ko'ra, 2026-yilning 1-fevraldan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanish, ro'yxatdan o'tkazish taqiqlanadi va bunday transport vositalari davlat ro'yxatidan chiqariladi. Yanada tushunarliroq qilib aytganda, real vaqt holatida 1975-yil va undan past yillarda ishlab chiqarilgan transport vositalarini foydalanish qat'iyan taqiqlanadi va bunga javobgarlik mavjud. Bundan mustasno holatlar mavjud bo'lib, qonunchiligimizda yangi atama antikvar transport vositalari so'zi kiritildi va bunga qonunchiligimizda aniq ta'rif berib o'tildi. Antikvar avtotransport vositalari ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan, asl holati, tuzilishi va asosiy agregatlarini saqlab qolgan avtotransport vositalari hisoblanadi. Bu kabi transport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish vaqtida ularga alohida ANT seriyali davlat raqam belgilari beriladi. Fuqarolarimizga shuni ham eslatib o'tishimiz kerakki, transport vositalaringizni ishlab chiqarilganiga 50 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa, bu kabi transport vositalarini yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga murojaat qilgan holda davlat ro'yxatidan chiqarishingizni so'rab qolamiz va bu xizmatlarning barchasi hozirgi kunda bepul hisoblanadi.